Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida joylashgan, ikkinchi etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, $18,000 narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. 3 xonali kvartiramiz. Sizlarga qisqachagina video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Kelib ko'rib, shaxsan realniy ko'zlaring bilan ko'rib xarid qilishliklaring mumkin. Bu yo'lga yaqin joyda, kirishda oldi radda joylashgan kvartiramiz. 2 etajli domning 2 etajda joylashgan kvartiramiz sotiladi. Bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz va like tugmasini bosishni esdan chiqarmaysizlar degan umiddamiz. Qani qisqacha kvartiramizni qisqacha obzorini boshlaylik. Qani ketdik. Bu kirish qismimiz. Kirganimiz albatta kattagina podez. E'tibor beramiz, polni hamma eshiklarimiz ham akfa eshiklar qo'yilgan va romlarimiz ham akfa romlar. Kirganimizda ro'parada bitta xonamiz mavjud. Bu joyda bitta xonamiz. Bu joyni detskiy bolalar xonasi qilsa bo'ladi. Bu joyimiz umumiy kattagina kengaytirilgan sanuzelimiz mavjud. Barcha qulayliklarga ega sanuzelimiz. Va eshikdan kirganimizda o'ng tarafda bitta kattalar yotoqxonasi mavjud. Albatta derazalarimiz ham polni akfa romlar qilingan. Koridorimizdan chap tarafni ham bu tarafni ham alohida qilib to'silgan. Bu joyni ham albatta bilasizlar. Kvartiralarda polni bu joy ochiq bo'ladi. Bu joyni to'silgan va bu joyga alohida oshxona qilingan. Bu joyda alohida oshxona sharoitlarini ko'rib turibsizlar degan umiddaman. Tashqariga hovli tarafga qaragan derazalarimiz ham polni akfa rom. Bu joyga oshxona jihozlari qo'yilsa, mo'ykalarimiz mavjud. Tashqarilarimiz ham, mana tashqi ko'rinishlarimiz polni akfa rom qilingan. Barcha qulayliklarga ega va gaz plitamiz bo'lsa, gazimiz ham mavjud. Yana bu xonadonimiz bir qulaylik tarafi, bu joyda kattalar yotoqxona qismimizga polni issiq pol qilingan, ya'ni tepli pol qilingan bu joyga. Endi kirganimizda ro'para qismi mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu kirish qismimiz. Kirganimizda kattagina mehmonxona qilingan, uzungina mehmonxona. Mehmonxonamizni boshini chiroyli holatda to'silgan. Bu joyni mehmonxonaning bu tarafini alohida to'silib bir o'tirishga sharoit qilib qo'yilgan. Va mehmonxonamizda ham polni romlar, akfa romlar qilingan. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Oldi qatordagi kvartiramiz 3 xonali bo'lgan, 2 etajda joylashgan, oldi qatorda joylashgan kvartiramiz. Yo'lga, maktab, bog'cha, barcha davlat tashkilotlariga o'ng joyda joylashgan, tuman markazida joylashgan kvartiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib baraka qilishliklaring mumkin. Albatta kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Kadastr hujjatlarini problemamiz yo'q. Pryamoy notariusda o'tkazib beriladigan holatda, dokumentlari yaxshi holatda. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.